Biz ayni vaqtda Tojikistondagi Hisor qal'asidamiz. Hisor qal'asining Buxoro amirligi bilan qanday aloqasi bor? Keling, hozir bu videoda shu haqida gaplashamiz. 1920-yilda Buxoroga Qizil armiya bostirib kiradi. O'sha vaqtda, qadrli do'stlar, Hisor Buxoro amirligining hududi hisoblangan. Va aynan Amir Olimxon yengilgach, o'z qo'shini, o'z ishongan odamlari bilan Hisor qal'asiga kelib joylashadi. Siz ko'rayotgan ushbu saroyda, hozir bu yerda ta'mirlash ishlari amalga oshirilyapti. Bu saroyda Amir Olimxon o'zining ko'ngilli odamlari bilan jam bo'ladi va bu yerda 25 ming kishilik yana qo'shin jamlaydi. Qizil armiya Hisorga ham bostirib keladi, Amir Olimxon qo'shini tormor etiladi. Said Olimxon Afg'oniston yerlariga qochib ketadi va u yerda qo'nim topadi, o'z ishongan odamlari bilan o'sha yerda yashaydi aziz do'stlar. Hisor qal'asi 3000 yillik tarixga ega deyshadi va bu qal'a shunaqangi bir baland joyda bunyod etilganki, har qanday dushmanga qarshi hujum ko'rsatishda zo'r qo'l kelgan. O'sha samolyotlar orqali hujum qilganligi uchun o'sha hashamatli Ar qal'asi ham, Hisor qal'asi ham afsuski ruslarga qarshi turib bera olmaydi. Bizni kuzatishda davom eting, videoga like va repostni ayamang.